Assalomu alaykum qadrli bizni bog'dorchilikka qiziquvchi obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlarga bir narsa ko'rsatamiz. Mana bu qop-qora nok, grusha chernaya. Bu Xitoydan keltirilgan ko'chatni 15 dona oldirgandik. Boshida sal ishonchsizlik ham bo'ldi, lekin mana aytilgandek meva haqiqatdan qop-qora chiqdi. Mana o'zinglar ham ko'rib turibsizlar rangini. Juda ham qora. O'zi ko'chatni badani ham mana o'zi shokolad rang bo'lib qizarib turibdi, bilinib. Mevasi ham qora. Mana. Meva kirdi olib kelgan yilimiz 15 dona oldirgandik. 15 dona ko'chatdan 3-4 tup meva qildi. Endi buni ko'chatlardan avgust oyida novdasdan olib ko'paytiramiz. Xudo xolasa mana bu ham meva solgan. Mana mevasi. Bu darajada qora nokni ko'rmaganman ochig'i. Internetda ko'rganmiz, lekin qora olma, qora noklarni, qora o'rik. Bu yil xudo xolasa olmamiz bor. Qora cho'rni almas, cho'rni abrikosimiz ham bor. Qora o'rigimiz ham, mana qora nokimiz ham bo'ldi xudo xolasa. Bularni ko'chatlarni ko'paytiramiz. Bu yil kuz oyida barchasini shoxnovdasidan olib ulab ko'paytirishni boshlaymiz. Mana. Bunisi ikkita solgan meva. Haqiqatdan ham rangi qop-qora. Mana ko'chati. Qiziquvchi tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar. Mana qadrli yurtdoshlar, videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan keyingi yangiliklarni ham qo'yib boramiz. Like bosishni eslatmasin qadrli obunachilar.